Assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Gruziya bosh vaziri Irakli Kabaxidzening taklifiga binoan davlat tashrifi bilan ushbu mamlakatga bordi. Shota Rustaveli nomidagi xalqaro aeroportda davlatimiz rahbarini Gruziya bosh vazirining o'rinbosari, tashqi ishlar vaziri Maka Bacharashvili hamda boshqa rasmiylar kutib oldi. Oliy martabali mehmon sharafiga ikki mamlakatning davlat bayroqlari ko'tarildi va faxriy qorovul saf tortdi. Tashrif dasturiga muvofiq bugun Gruziya prezidenti Mixail Kavelashvili bilan muzokaralar bo'lib o'tadi. Tashrif tafsilotlari bilan keyingi dasturlarimizda ham tanishtirib boramiz. Davlat gerbi bu nafaqat rasmiy ramz, balki xalqimizning ko'p asrlik orzu intilishlari, milliy qadriyatlari, tinchlik va farovonlikka bo'lgan ishonchini o'zida mujassam etgan muqaddas timsoldir. Davlatimiz gerbi mustaqil O'zbekistonimizni ilk va muhim muhrlardan biri, davlatimizni rasmiy belgilaridan biri va shu bilan birgalikda xalqimizni ming yillik orzu intilishlarini o'zida mujassam etgan, davlatchilik an'analarimizni o'zida mujassam etgan va albatta milliy o'zligimiz, ozod taraqqiyotimizni namoyon etgan bebaho timsoldir. Va albatta davlat gerbiga bo'lgan hurmat mamlakatimizda yashayotgan har bir vatandoshimizni ma'naviy mas'uliyati va juda katta yuksak fuqarolik burchi hisoblanadi. Va bugungi global davrda turli tahdidlar, xavf-xatarlar oshib borayotgan bir sharoitda gerbga bo'lgan hurmat, ehtiromni yuksaltirish yoshlarimiz qalbida vatanga bo'lgan muhabbatni, daxldorlik tuyg'ularini va albatta mana shu vatanni sevish kabi ezgu qadriyatlarni singdirishda ham juda ham katta ahamiyatga ega. Va aytishimiz mumkinki, davlat gerbi bu xalqimiz uchun ham muqaddas qadriyat sifatida namoyon bo'ladi va albatta har safar davlat gerbiga nazar tashlaganimizda mana shu mustaqilligimiz o'z-o'zidan qo'lga kiritilmaganligi, balki xalqimizni asriy orzu istagi bo'lganligi, juda katta mashaqqatli mehnati, qat'iy irodasi natijasida qo'lga kiritilganligini ko'rishimiz mumkin, his qilishimiz mumkin va albatta mana shu mustaqillik ne'matini asrab avaylash esa har birimizni muqaddas burchimiz va sharafli mas'uliyatimiz ekanligini ham his qilamiz va albatta davlat gerbiga nazar tashlar ekanmiz, biz xalqimizni o'tgan tarixi bilan faxrlanamiz, mustaqilligimizni asrab avaylash kabi bir ezgu tuyg'ularni his qilamiz va shu bilan birgalikda mana shu yangi O'zbekiston taraqqiyotiga munosib hissa qo'shish kabi ulkan bir mas'uliyatni chuqur anglaymiz deb o'ylayman va yoshlarimizga gerbni ahamiyati, qadr-qimmati, davlat ramzlarimizni asrab avaylash, ularga hurmat ko'rsatish yuzasidan har birimiz shaxsiy namuna ko'rsatishimiz kerak. Bu esa mana shu xalqimizni birligiga, jipslashishiga va ezgu marralar sari birgalikda harakat qilishi uchun juda katta ruhlantiruvchi ahamiyat kasb etadi. Yurtimizning Xitoydagi elchixonasida yashil iqtisodiyot sohasida faoliyat yurituvchi Xitoy kompaniyalari ishtirokida davra suhbati bo'lib o'tdi. Unda yashil iqtisodiyot sohasida O'zbekiston-Xitoy hamkorligi istiqbollari muhokama qilindi. Tadbirda ishtirokchilarga O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar va chora-tadbirlar hamda tegishli tashabbuslarning amaliy ijrosi to'g'risida ma'lumot berildi. Uchrashuvda O'zbekistonning 2019-2030 yillarga mo'ljallangan yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi va uning asosiy yo'nalishlariga alohida e'tibor qaratildi. Tomonlar Xitoy kompaniyalari bilan yashil iqtisodiyot, zamonaviy materiallar ishlab chiqarish, chiqindilar va avtomobillarni qayta ishlash sohalardagi hamkorlik istiqbollarini, O'zbekistonda qo'shma investitsiya loyihalarini amalga oshirish masalalarini muhokama qilishdi. Shuningdek, tadbir doirasida mamlakatimizning investitsiyaviy salohiyatiga bag'ishlangan taqdimot ham o'tkazildi. Uchrashuv yakunida Xitoy kompaniyalari bilan istiqbolli loyihalarni birgalikda ishlab chiqish bo'yicha kelishuvlarga erishildi. Poytaxtimizda 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan tashkil etilgan an'anaviy ommaviy axborot vositalari haftaligi davom etmoqda. O'zbekiston Milliy media assotsiatsiyasi tashabbusi bilan o'tkazilayotgan ushbu tadbir milliy va xalqaro media ekspertlari, jurnalistlar hamda soha vakillarini bir maydonga jamladi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Bugun axborot makonida kechayotgan tezkor o'zgarishlar, raqamli texnologiyalar taraqqiyoti va auditoriya talablarining yangilanishi ommaviy axborot vositalari oldiga dolzarb vazifalarni qo'ymoqda. Poytaxtimizda tashkil etilgan ommaviy axborot vositalari haftaligi ana shu jarayonlarni muhokama qilish, ilg'or tajribalarni ommalashtirish va media sohasidagi hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Bugungi kunda ommaviy axborot vositalari nafaqat o'zaro raqobatga kirishyapti, balki blogerlar bilan, raqamli platformalar bilan raqobatga kirishishga majbur bo'lmoqda. Bundan tashqari mana sun'iy intellekt hayotimizga kirib keldi va mana shunday davrda bu jurnalistlardan doimiy o'z ustida ishlashni, yangi ko'nikmalarni egallashni talab qilmoqda va tashkil etilgan ommaviy axborot vositalari haftaligidan ko'zlangan asosiy maqsad ham shu assotsiatsiyaga a'zo bo'lgan nodavlat tele va radio kanallar xodimlarining malakasini oshirish, xalqaro ekspertlarni jalb qilgan holda ularga shu xalqaro tajriba almashuv dasturlarini tatbiq etish maqsad qilingan. Eng yaxshi tajribalar taqdimotiga bag'ishlangan Media Showcase loyihasida mamlakatimizdagi assotsiatsiyaga a'zo yetakchi teleradiokanallar vakillari o'zlarining auditoriya bilan ishlashning zamonaviy usullari hamda raqamli platformalarni rivojlantirish borasidagi yondashuvlarni namoyish etdilar. Media sohasi bizni har tomonlama yuzimizni ko'rsatadigan, media sohasi har tomonlama kerak bo'lsa mamlakat salohiyatini ham ko'rsata biladigan soha. Jurnalisti salohiyati, aqli, bilimi, zakovati, moddiy texnikasi, ya'ni bu bizni eng so'nggi rusumdagi texnikalarda ishlashimiz, telekanallarimizda o'zi efirni sifati, HD sifatlar, u eng oxirgi sifatlar, eng oxirgi chiqqan zo'r sifatlar bo'lishi mumkin. Shunday ekan biz hozir har qanday mamlakat bilan raqobatlasha oladigan darajadamiz. Hamma narsani sun'iy intellekt qilib beryapti, nima keragi bor deyilishi mumkin. Lekin ishoning, bu narsa hammasi o'tadi-da, baribir inson omiliga borib taqaladi. Ommaviy axborot vositalari haftaligi doirasidagi tadbirlar davom etmoqda. Ularda globallashuv davrida O'zbekistonda ommaviy axborot vositalarini rivojlantirish jarayonlari hamda ishonchli axborot muhitini shakllantirishda ommaviy axborot vositalari va fuqarolik jamiyati institutlarining o'rni kabi mavzularda xalqaro forum va panel sessiyalari o'tkazilishi rejalashtirilgan. Dasturimiz davom etadi. Sirdaryo viloyatida yoshlarning bilim olishlari va kasb egallashlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida zamonaviy yoshlar markazi barpo etildi. Endilikda kelajak bunyodkorlari vaqtlarini markazda unumli o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bu haqda muxbirimiz xabar qiladi. 20 sotix maydonda bunyod etilgan markazning loyiha qiymati 3 milliard 300 million so'mni tashkil etadi. Zamonaviy maskan bir vaqtning o'zida 350 nafar yoshni qabul qilish imkoniyatiga ega. Markazda yoshlarning bilim olishi, kasb-hunar o'rganishi va bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishi uchun Ibrat farzandlari, Uzchis, kelajak kasblari, Ustoz AI, mutolaa, robototexnika xonasi, coworking xona, bu kafe, tadbirlar maydoni hamda zakovat turnirlari uchun maxsus infratuzilmalar tashkil etilgan va bu yerga yoshlar istagan vaqtida kelib shug'ullanishi mumkin. Endi biz bu yangi ochilgan binoda bemalol kelib kitoblar o'qib, o'zimiz savodxonligimizni oshirishimiz mumkin. Yoshlarga berilgan imkoniyatlardan biz juda ham xursandmiz. Bu yerda yo'lga qo'yiladigan to'garaklarga har hafta 1000 nafarga yaqin, har oy esa 3000 nafarga yaqin yoshni qamrab olish rejalashtirilgan. Mazkur markazning ishga tushirilishi Boyovut yoshlari uchun o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishda muhim ahamiyat kasb etadi. Yoshlar markazimizda kitobxonlik, IT sohalari va boshqa yo'nalishlarda bemalol yoshlarimiz kelib, o'zlarining iqtidorlarini mana shu yerda ko'rsatishlari mumkin. Qolaversa, bugun Sirdaryo viloyatida ham yoshlar bilan ishlash tizimida ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Masalan, birgina IT sohasida startap g'oyalarni qo'llab-quvvatlash uchun 2 nafar yoshimizni g'oyasi 3 ta venture fondlaridan $300,000 grant yutib, mana bugun amaliyotga joriy qilingan. Markaz faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida Sirdaryo viloyati yoshlar ishlari boshqarmasi tomonidan televizor hamda 150 dona kitoblar jamlanmasi sovg'a qilindi. Oliy Majlis Senatining Mudofaa va xavfsizlik masalalari qo'mitasi hamda Bosh prokuratura tomonidan poytaxtimizning Bektemir tumanida aholi xavfsizligini ta'minlash, mahallalarda xavfsiz muhitni shakllantirish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish borasida amalga oshirilayotgan ishlar o'rganildi.
Ishchi guruh dastlab tumandagi Chashma mahallasida bo'lib, jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish, profilaktika ishlarining tashkil etilishi bilan tanishdi. Ma'lum qilinishicha, prokuratura organlari tashabbusi bilan mahalla aholisi to'liq xatlovdan o'tkazilgan. Shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarga ega bo'lmagan fuqarolar aniqlanib, ularga belgilangan tartibda hujjatlar rasmiylashtirilgan. Bu esa aholining huquqiy maqomini ta'minlash, davlat xizmatlaridan to'liq foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish hamda huquqbuzarliklarning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etayotgani ta'kidlandi. Mahallamizga shahardan harbiy prokuratura xodimlari biriktirilib, 50 ga yaqin fuqarolarimizni hujjatlari tiklab berildi. Senatorlar bilan yoshlar va ayollar masalasi ko'tarilyapti, takliflar berilyapti. Bu albatta mahalla yettitligini birlashtiradigan mavzu hammasi. Shundan so'ng ishchi guruh tumandagi Iyota mahallasida o'rganish ishlarini davom ettirdi. Tahlil davomida joriy yilning o'tgan davrida mazkur mahallada 7 ta jinoyat qayd etilgani ma'lum qilindi. Har bir jinoyatning kelib chiqish sabablari, uning sodir etilishiga imkon yaratgan omillar hamda bunday holatlarning oldini olish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar atroflicha muhokama qilindi. Kriminogen vaziyatni yaxshilash maqsadida 17 ta xonadonga Face ID kameralar o'rnatildi. Profilaktik hisobda turgan 110 nafar shaxslar bilan suhbatlar o'tkazilib, ularni ijtimoiy hayotga moslashtirish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirildi. O'rganishlar yakunida ishchi guruh a'zolari har ikki mahallada aholi bilan doimiy muloqotni kuchaytirish hamda davlat organlari va mahalla institutlari o'rtasidagi hamkorlikni yanada samarali yo'lga qo'yish yuzasidan aniq tavsiya va ko'rsatmalar berdi. Energetika sohasida xotin-qizlar ishtirokini kengaytirish, gender tenglikni ta'minlash hamda ularning kasbiy va rahbarlik salohiyatini yuksaltirish maqsadida Fransiya taraqqiyot agentlik guruhi O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati tashabbusi bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida O'zbekiston energetika sohasida gender tenglik va ayollarning imkoniyatlarini kengaytirish mavzusida seminar-treninglar tashkil etildi. Mazkur seminar-treninglarda O'zbekiston Respublikasining gender siyosati va uning energetika sohasida amalga oshirilishiga alohida e'tibor qaratildi. Jumladan, Qoraqalpog'iston Respublikasidagi jarayonlarda xotin-qizlar yetakchiligi va karyeraning rivojlanishi, gender siyosatining amalga oshirish mexanizmlari mavzularida muhokama, taqdimot va amaliy mashg'ulotlar o'tkazilib, ishtirokchilarga bilim va ko'nikma berildi. Xorazm viloyatida bo'lib o'tgan seminar-treningda xalqaro hamkorlik doirasida yurtimizda olib borilayotgan gender siyosatining tub mohiyati, jamiyatda gender stereotiplarini butunlay bartaraf etish hamda ayollar liderligini tizimli ravishda qo'llab-quvvatlash kabi tamoyillarga alohida e'tibor qaratildi. Ushbu o'quvlarimiz ajoyib bir platforma deb o'ylayman. Turli tashkilotlardan kelgan xodimlar o'z fikri bilan, o'z bilimlari bilan almashish uchun ajoyib bir platforma deb o'ylayman va ushbu seminar treninglarimizda asosiy maqsad azaldan energetika, neftgaz sohasi erkaklarga yo'naltirilgan soha deb hisoblanadi. Shu bois mana shu o'quvlar, mashg'ulotlar davomida mana shu xotin-qizlarimizning ulushini ko'paytirish, xizmat pillapoyasida ko'tarish xotin-qizlarimizni va qaror qabul qilishdagi ulushini oshirishga qaratilgan seminar-treninglar bo'lib o'tyapti. Seminar-treninglar davomida gender tenglik prinsiplari nafaqat nazariy jihatdan, balki boshqaruv jarayonlarida duch kelinadigan muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, qarorlar qabul qilishda erkaklar va ayollar uchun teng imkoniyatlar yaratish kabi amaliy keyslar ko'rib chiqildi. Ayniqsa korxona va tashkilotlarda gender kengashlar faoliyatini kuchaytirish, xodimlarning tizimli xabardorligini oshirish masalalari atroflicha muhokama etildi.